Assalomu alaykum, qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joyiga o'rnadi. Bu yer Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida bo'ldi. Ikkita rom, bitta eshik o'rnatib berganmiz. Ichkarida ikkita fortchkasi ham bor. Xo'p, razmerlariga kelsak, 1.25 ga, balandligi 1.75 ikkita rom bo'lgan, bittadan ochilishi, bittadan fortchkalari bor. Aynilari stikla paket, 2 qavat oq oynada dorilangan, germetika hamma yo'g'i bo'lgan holat. Bu tomonda bitta eshigimiz bor, 90 ga 2.35 balandligi. Xo'p, taglari arkafon, profillarimiz legadan bo'lgan, sal arzonroq variantdan. Ruchka zamoylari oddiy, komfortli ruchka zamoylaridan bo'lgan. 5 tadan zapas kalitlari bor. Xudo xolasa, hamma yo'g'i chiroyli holatda bo'lgan. Xo'p, delfinlari, petlilari hamma yo'g'i Akfa'ni o'zining mahsulotlaridan bo'lgan. Mana ko'rayotgan bo'lsa, shtova 4 tadan qo'yganmiz. O'sha aynimiz 2 qavat, ham eni kattaligi uchun, baquvvatroq bo'lishi uchun. Ruchkalarimiz ham mana 3 tadan qatiriladigan holatlar. Girovkalari yengil holatda. Xo'p, profilimiz arzonroq bo'lsa ham ishimizni kachestvasiga ta'sir qilmaydi. Xudo xolasa mana qaysi boshqa profilga qo'yilgan narsalar hammasi bor. Qaychi mexanizmlarda yopilishlari yengil holatda. Delfin ruchkalari. Xudo xolasa hech qayerda tekkani yo'q. Bu tomonda o'sha petlar hamma yo'llari, rezinkalari ichki tashqi hammasi xudo xolasa Akfa'ni o'zidan bo'lgan. Patagonniy shartmas deganida o'shanga moslab qo'yib berdik. Bu tomonda ham o'sha bir xil qaychi mexanizmlari bor. Ochib yopilishlari ham. Buni so'ngga, buni chapga bo'lgan. Fortchkamiz bor, 70 ga 45 fortchka bo'lgan ikkita. Bu ham qaychi bo'lgan. Qo'l yetmaydi ozroq. O'sha taburetka bilan ochib yopib ishlatsa bo'ladi. Xo'p, bu yerimiz 300 so'mda. Hamma yo'g'i olib kelib o'rnatib berishga bo'ldi. 4.800.000 so'm bo'ldi. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlaring chiroyli, sifatli olib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan, kuzatib borayotgan barcha obunachilarimizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.